hozirgi format eng zo'ri o'zi. Boy aytgan narsam ko'ra olmaslik. Nima farqi bor? Mashhad bilan bugun o'ynadi, ertaga o'ynadi. Nima o'zgaradi? Navbahor yoki shunga o'xshagan boshqa klublarga istisno beramiz. 3 yildan beri bu odamning fikriga javob ham bermayman. Birinchi bo'ldikmi? 19 ta klubimiz oldimi? Faktmi? Qatarligidan ko'ra ko'proqmi? Nima qilasan? Mag'lubiyatingni maydon bilan qil. Pastga tortmoqchi bo'lganda juda ko'p. Bu odam bizga yordam bermaydi, lekin FIFAdagi o'rtoqlarga boshqalarga chiqib, O'zbekistonga sanksiya qo'llash bu odamning qo'lidan keladi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. O'zbekistonda futbol mavsumi boshlanganiga ko'p bo'lgani yo'q, lekin musobaqani o'tkazuvchi tashkilotga muxlis va mutaxassislar ichida savollar ko'payib ketdi. Shu boisdan bugun PFL bosh direktori Diyor Imomxo'jayev bilan suhbatlashmoqchimiz. Diyor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, rahmat. Bevosita bugungi suhbatimizni jamoalar soni 16 taga yetgani bilan boshlasak maqsadga muvofiq bo'lardi. Yaxshi bilamizki, uzoq yillar mobaynida PFL bu fikrga unchalik qo'shilmadi deyishimiz mumkin. Aynan musobaqa tashkil etilib, Superliga musobaqasi tashkil etilayotganda ham aynan buni Oliy ligadan farqi jamoalar soni kamligida degandek bir tushunchalar berilgandi. Bu g'oya qanday kelib chiqdi? Jamoalar soni 16 taga yetish bo'yicha tushuncha bersangiz. Oliy liga, Superliga qilib o'zgartirilgan paytda men bu tashkilotda faoliyat olib bormas edim. Men keyin kelib qo'shilganman. Lekin tan olish kerak, o'sha 12 ta format bilan o'tgan musobaqa ko'pchilikning esida qolgan. Juda qiziq o'tgan. Aslini olganda bitta narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak, shuni tushuntirib ketay, fursatdan foydalanib. 16 talik format, hozirgi format eng zo'ri o'zi. Eng yaxshisi. Misol uchun Yevropada futbolchilar uyushmasi va boshqa qator tashkilotlar chiqishyaptiki, o'yinlar soni keskin ko'payib ketdi. Futbolchilarning jarohatiga sabab bo'lyapti va hokazo ulgurishmayapti. Taqvim zich 20 ta komanda ko'plik ham qilyapti. Angliyaga, Ispaniyaga. Bizning sharoitda 16 ta ideal. Biz nimaga bu narsani to'g'ri deb bilmaganmiz o'sha paytlarda? Chunki biz tashkilotda faoliyat olib borishni boshlaganimizdan so'ng O'zbekistonda Superliga talabiga javob beradigan 16 ta klubi mavjud emas deb hisoblaganmiz-da. Hatto mavjud bo'lgan taqdirda ham ular almashib turish uchun, raqobat muhiti bo'lishi uchun Pro Ligada bularning o'rnini egallashi mumkin bo'lgan kamida 6 ta jamoa bo'lishi kerak-da, 4 ta 6 ta. Misol uchun Premier Liga nega zo'r? 20 ta jamoadan tashqari, pastda ya'ni Championshipda 24 ta jamoa bor. Istalgani Premier Ligani orzu qiladi, o'shan talabiga javob bera oladi, almashtirishga istalgan paytda bu raqobat muhitini yuzaga keltiradi. O'zi butun O'zbekistonda normal 16 ta klub bo'lsa va ularning hammasi elitada o'ynasa, tushib ketishdan ham uncha qo'rqmaydi, chunki pastda buni o'rnini almashtiradigan jamoa bo'lmaydi. Shuning uchun qarshilik qilganmiz. Lekin Argentinada o'tgan o'sha yaqinda yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati, menimcha hali ko'p eslaymiz. Juda ko'p futbolchilarimizga tramplin vazifasini bajarib berdi. Yomon ishtirok etmadik musobaqada. O'zbekistonni yosh futbolchilarimiz jahonga ko'rsatdi. O'sha musobaqada hukumat organlarining ayrim vakillari ham ishtirok etishdi. O'sha musobaqadan keyin katta bitta protokol tayyorlangan. Uning ichida juda qator ko'p masalalar bor, futbolni rivojlantirishga qaratilgan. Ichida Superliga jamoalari sonini 16 taga yetkazish vazifasi ham bor edi. O'shanga asosan biz sport prinsiplarini buzmasdan hamma narsaga bosqichma-bosqich yetib keldik. Endi juda ko'pchilik aytayapti, yo'q, orqaga qaytishimiz kerak edi. Yo'q, endi orqaga qaytish kerak emas. Biror ishga qo'l urdikmi? To'g'rilaymiz bu narsani. Biz bilardik, jamoalar soni 16 ta bo'lgandan keyin Pro Liga bir qadam orqaga chekinishini. Shunchaki Pro Ligaga birinchi ligadan sun'iy ravishda 5-6 ta jamoani olib chiqib qo'yish ham variant emas edi. Shuning uchun bu yil Pro Ligada 6 ta jamoa ishtirok etyapti. Bu biroz kulgili tuyulishi mumkin, lekin Superligani kuchaytirish va Superligani 16 talik formatga yetkazish yo'lida shunaqa qilishga majbur bo'ldik. Ammo bu narsani keyingi yildan biroz to'g'rilashga harakat qilamiz. Shu yo'nalishdamiz. Shuning uchun ras shu qarorga kelindimi, endi orqaga qaytish kerak emas. Xudo xohlasa, eplab olamiz buni. Bu orqali tomonida PFL ligani o'ldirib qo'ygandek bo'ldik. Nima deb o'ylaysiz? Balkim PFL ligada ishtirok etish uchun jamoalarga yengillik berish kerakmikin? Aynan birinchi ligada o'ynaydigan ba'zi jamoalarga. Avvalambor Pro Ligada og'ir talab degan narsani o'zi yo'q. Yengillik yetarli darajada berilgan. 19 chempionatlarimiz o'tgan yil davomida ancha tartibga keldi. Kelishuv bitimi bilan harakat qilish imkoniyati bor. Pro Ligada talab unaqa katta emas. Bundan ham oson talab bo'ladigan bo'lsa, bu mahalla futbolidan farq qilish kerak baribir. Birinchi ligadan farq qilish kerak Pro Liga. Pro Liga jamoalari Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan o'tkaziladigan litsenziyalar jarayoniga jalb etiladi. Va oson yo'l bilan juda katta bo'lmagan byudjet bilan qilsa bo'ladi. Buni qiyin deb kim aytgan men bilmayman. Endi
Pro Liga ham bu qadar bo'lib qolmasligi kerak edi aslida olganda. Bu qarorga kelinganda, chunki biz o'sha paytda Turon futbol klubi bunaqa holatga kelib qolishini, Bekobodning Metallurg futbol klubi bunaqa holatga kelib qolishini inobatga olmaganmiz. Bu biz uchun force majeure holati. Agar hozirgi misol uchun Pro Ligada Turon bilan Metallurg bo'lganda ham tasavvur qiling, Lokomotiv bor, Aral bor, muhit umuman boshqacha bo'lardi. Butkul boshqacha bo'lardi. Shuning uchun bir qadam orqaga, keyingi 2 qadam oldinga tashlashga harakat qilamiz, chunki birinchi ligada mana 30 ta jamoa ishtirok etadigan bo'ldi. Ularning ba'zilarini sekin-astalik bilan Pro Ligaga tayyorlab borishimiz kerak. Tushunarli. Superliga birinchi to'ridan o'rin egallagan Paxtakor va Mashal jamoalari o'rtasidagi o'yin boshqa muddatga qoldirilishi muxlis va mutaxassislar tomonidan birmuncha salbiy qabul qilindi deyishimiz mumkin. O'zi jahon miqyosida oladigan bo'lsak, o'yinlarni 3-4 kunlik farq bilan qo'yish bu normal holat hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda PFL bu yerda xato qildi degan fikrda umuman yo'qmiz. Savolim shundan iboratki, PFL aynan mana shunday paytda jamoaga rad javobini berish mumkinmi? Biz odatda mavsumning ikkinchi yarmida juda ko'p jamoalarga rad javobini beramiz. Bu o'yinni surilganligini muhokama qilish, to'g'risini aytganda juda mayda masala. Juda mayda masala, e'tibor berishga ham arzimaydi. Biz bu narsani bilib, alohida zaxira kunini ataylab kiritib ketgan edik. Odatda u xoh mahalliy mutaxassis bo'lsin, xoh xorijiy mutaxassis bo'lsin, shunaqa pallada turgan paytda, ya'ni jiddiy pallada turganda, raqib Al-Hilol bo'lganda, keyingi bosqichga chiqish umidi paydo bo'lgan bir paytda so'rab ko'radi baribir. Va agar PFLda zaxira kuni mavjud bo'lsa, bunga imkoniyatimiz bo'lsa, nega yo'q deyishimiz kerak. Birinchi davrada juda ko'p klubga o'tgan yillar davomida Nasafga yordam berganmiz. O'zbekiston Kubogi finallari oldida Navbahorga yordam berganmiz. Imkoniyatimiz bor paytda qandaydir prinsipiallikni qo'yishdan ma'no ko'rmayman. Ikkinchi kuruvda bilasiz, kuz faslidan boshlab 3 ta FIFA kuni bo'ladi. Sentyabrda, oktyabrda, noyabrda juda tiqiladi. Ikkinchi davra juda boksing deylarga qiyinchiliklariga boy bo'ladi. Shunaqa paytda juda ko'p klub rad javobini beramiz. U xoh Paxtakor bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin. Shuning uchun bu arzimaydigan masala buni ko'rish. Nima farqi bor? Mashal bilan bugun o'ynadi, ertaga o'ynadi. Nima o'zgaradi? Men bu yerda hech qanaqa bir jiddiy narsa ko'rmadim. Yil boshida Navbahor jamoasiga musobaqa o'tkazuvchi tashkilotlar tomonidan istisno berilgani haqida PFL saytida o'qidik. 2024-yil oldidan ham aynan Navbahor klubi bilan mavsum boshida istisnoli holat yuz bergandi. Ushbu klubda nima bo'lyapti degan savolga PFL qanday javob beradi? Shu savolga ko'p javob berganmiz, yana beramiz. Teng huquqlilik bor. Tamoyil nuqtai nazaridan qarasak, adolat bor. Buni farqini ko'pchilik biladi, misol uchun. Bitta rasm bor-ku, bo'yi har xil, bo'yi uzun, bo'yi o'rtacha va bo'yi past odamga devor orqasidagi narsani ko'rish uchun agar teng huquqlilikni bir xilda yashik bersangiz, bo'yi baland odam yana ham balandroqdan ko'radi, bo'yi past odamga o'sha yashi ham yetmaydi misol uchun ko'rish uchun. Bu teng huquqlilik. Adolat nuqtai nazaridan yondashsangiz, ularni bo'yiga qarab tegiga yashib beradigan bo'lsangiz, unda uchalovi ham devor ortidagi narsani ko'rishi mumkin. Bizning dunyoyimizda juda ko'p masalalarda teng huquqlilik qilish ilojsiz. Biz tug'ilganimizda ham teng huquqli bo'lib tug'ilmaymiz-da. Misol uchun, Alloh yaratadi bizani, kimni oq yaratadi, kimni qora yaratadi, to'g'rimi? Misol uchun, hammamiz har xil sharoitda yaratamiz, keyinchalik shunga yarasha so'ralamiz. Endi PFL shu kungacha nimagadir erishgan bo'lsa, nimagadir oldinga yurgan bo'lsa, o'ziga behisob shukr, biz har qanaqa qaror, har qanaqa masalada qo'limizdan kelgancha adolat qilishga harakat qildik. Ko'pchilik buni o'ziga nisbatan adolatsizlik deyishi mumkin, boshqa deyishi mumkin, lekin bizning har bir qarorimizga, har bir chiqargan masalamizga javobimiz bor. Shu nuqtai nazardan qarasak, Navbahorga bekordan-bekorga bunaqa qilinmasligining sababi shuki, Navbahorga mana misol uchun Bunyodkor o'zining homiysi bor. Nasaf futbol klubining o'zining homiysi bor. Bir qator klublarni misol qilib keltirishim mumkin. Bizda hukumat futbolga juda katta yordam beradi, e'tibor beradi. Namanganda shunaqa sharoit kam. Siz Navbahor futbol klubiga biriktirib berilgan bir katta puli bor korxonani bilmaysiz. Shunday. Unaqa yo'q. Ya'ni Namangan viloyatiga hokim bo'lib ishlayotgan kishilar shu komandaga yordam berishga, muxlislarning ko'nglini ko'tarishga, mamlakatda, viloyatda futbol bo'lishiga, futbol yaxshi darajada bo'lishiga harakat qilishadi. Ya'ni qiyin bu narsa, juda ham qiyin. Mahalliy byudjetdan orttirib yoki bir boshqa tadbirkorlar bilan bir hamkorlik aloqasi qilib,
aytiladi ma'muriy buyruqbozlik yo'li bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu men aralashadigan tema emas, lekin oson emas. Biror bir jamoaga bir necha milliard so'm topib berish. O'shanaqa sharoitda bo'lganda juda ko'p holatlarda Navbahor yoki shunga o'xshagan boshqa klublarga istisno beramiz. Vaziyatni ko'rib turibmiz. Oson emasligini bilyapmiz. Shunaqa paytda misol uchun Bunyodkorda, Nasafda sharoit butkul boshqacha-da. Bularning muammolari butkul boshqa. Navbahor muammosi butkul boshqa. Vijivaniya deydi, misol uchun. Ya'ni yashab qolish uchun, bu tayyor homiysi bor klublar bilan raqobatga kirishish uchun bular butkul boshqacha harakat qilishga majbur. Shunaqa paytda, lekin hech qachon buni muzqaymoq ko'rinishda ko'rib, hamma narsada yordam berib, hamma narsada qilish degan narsa ham yo'q. Biz har doim chegarada yurishga harakat qilamiz. Biror bir jamoani o'ldirib qo'yish ham bizning xohishimizga kirmaydi. Biror bir jamoani erkalatib, unga nisbatan alohida bir imtiyozli berish ham bizani anaqamizga kirmaydi. Lekin Xudoga ming xatira shukr, o'sha Navbahorda oldingi hokim Xayrullik ishlaganda ham, hozirgi hokim Shavkat aka ishlaganda ham aloqalarimiz bor, harakat qilamiz. Vaqtdan yutqiziladi. Qaysidir futbolchi oyligini 3 oy kecha olishi mumkin. 4 oyga cho'zilib ketadi, yarim yilga cho'zilganlari bo'ladi. Lekin haligacha bizga murojaat qilmaganlar, qolib ketganlar ham bo'ladi, bilamiz. Endi bu narsa ba'zi insonlarning o'zini vijdoniga havola, lekin odatda murojaat bilan qilinganda, boshqa qilinganda kechki bo'lsa ham haq olib beriladi odatda. Biz bu narsani yo'lga qo'yganmiz. Shuning uchun ba'zida nafstiruvchi boriladi jamoalarga. Lekin shunaqangi pallalar bo'ladiki, bu narsani qilmaymiz. Chunki o'zimizning qo'limizda bo'lgan narsa bor. O'zbekiston ichida hal qilishimiz mumkin bo'lgan narsa. Lekin OFKni darajasiga chiqqanda, FIFAni darajasiga chiqqanda biz bunaqa tavakkal qilmaymiz deyarli. Chunki bu narsa oxir-oqibat O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga xalqaro sanksiya qo'llanilishiga olib kelinishi mumkin. Men buni shunaqa tushuntira olaman. Endi kim qanaqa tushunishi o'ziga. Tushunarli. Aynan mana shunday holatlarda boshqa klublar e'tiroz bildirishi mumkinmi? PFL qaroriga. PFL shunaqangi tashkilotki, men buni bilib turib bu tashkilotda faoliyat olib borganman. Nibalagarniy joy deydi-yu. Xudoga ming xatira shukr, juda ko'p yuzlab, minglab muxlislar yoshadi PFL o'zgarganligi haqida, yaxshi bo'lganligi haqida, ya'ni adekvat nuqtai nazar bilan fikrlaydigan, kuzatadigan, yangiliklardan o'z vaqtida boxabar bo'lib turadigan odamlar juda yaxshi bilishadi. PFL nima qildi, nima qo'ydi. Lekin aslini olganda juda ko'pchilik tushunmaydi. Har qanaqa resheningiz kimgadir nisbatan nohaqlik deb tuyulaveradi. Lekin aslini olganda butun dunyoda shunaqa. Har qanaqa davlatda ham qanaqadir qaror chiqarilgan, undan kimdir xursand bo'ladi, manfaatli bo'ladi, kimdir xafa bo'ladi. U nimadir yutqizadi. Bu ham shunaqa narsa. Ya'ni ba'zi paytlarda muxlislarni xafa bo'lishi, ba'zi paytlarda klubga e'tiroz bildirishi bu norma. Bu bizning ishimizning, bizning jarayonimizning bir qismi. Hammani birdek rozi qiladigan men ligani bilmayman butun dunyoda. Hatto APL ham bunaqa emas, hatto La Liga ham bunaqa emas. Shuning uchun biz hamma narsani iloji boricha reglamentdan chiqmagan holatda qilishga harakat qilganmiz. Juda ko'pincha bizani ayblashadi. PFL unaqa qildi, PFL imtiyoz berdi, PFL unaqa qildi deb. Shu narsada bitta narsani tushunish kerak. Mana misol uchun O'zbekistonda ham Adliya vazirligi bor, o'zining funksiyasi bor. Uy-joy qurish bo'yicha o'zining vazirligi bor, sport vazirligi bor, prokuratura bor, sud bor va hokazo. Misol uchun davlatimizda. Xuddi shunaqa futbolda ham bor. PFL qanaqa tashkilot? O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar, bolalar futboli, ommaviy futbol, ayollar futboli va hokazo juda ko'p funksiyasi bor assotsiatsiyaning. Shunaqa paytda hamma narsaga ulgurmaydi va alohida bitta tashkilot ochib PFL degan o'zini professional futbol musobaqalarini o'tkazishi bunga ishonib topshiradigan tashkilot. Bizning tepamizda baribir qaysidir ma'noda UFA turadi. Xo'jaligimiz yuritishimiz, juda ko'p siyosatimiz, juda ko'p masalalarni biz oxirgi 4-5 yilda sezayotgan bo'lsangiz, o'zimiz hal qilishga o'tdik. Ya'ni UFA uchun aytganini qiladigan tashkilot emas. Allaqachon PFL. O'zimizga yarasha so'zimiz bor, o'zimizga yarasha fikrimiz bor, o'zimizni hal qiladigan narsalar bor. Yo'qmasam sport prinsipi degan narsa allaqachon oyoq osti bo'lib ketishi kerak. Oson emas bu maydon ichida turib bunaqa narsa qilish. Lekin undan tashqari bo'ysunishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Shulardan bittasi qo'mitalar. Men boya aytganimdek adliya, sud va hokazo degan narsalar UFAda qanaqa ko'rinishda? Futbolchilar maqomi va o'tishi bo'yicha bitta qo'mita bor. Keyinchalik anchadan beri yetib kelamiz bu narsani. Buning ichida buni qoshida o'zi bitta palata bo'lish kerak. Alohida palata bo'lish kerak. Lekin boramiz bu narsaga. O'sha sportning momentlar bilan shug'ullanadigan va boshqa qiladigan. Tartib-intizom qo'mitasi bor. Futbolchilar qizil oladi, bir-biri bilan urushib ketadi va hokazo reshina beradigan tartib-intizom qo'mitasi bor. Etika qo'mitasi bor.
kelishilgan o'yinlar, shubhali o'yinlar, totalizator, shunga o'xshagan narsalarni ko'rib chiqiladigan. Bunaqa qo'mitalardan 10 dan ortiq bor. Tibbiy qo'mita bor, tibbiyot qo'mitasi. Pandemiya davrida yoki mana bu yil boshida boshlandi, gepatitga chalingan futbolchilar chiqdi. Moqtab o'tadi-yu, misol uchun. Bu narsa yomon-da, bir-biriga yuqtirishi mumkin, boshqa futbolchini zararlashi mumkin, terma jamoa futbolchilari zararlanishi mumkin. Bu jiddiy oqibatga olib kelmasligi uchun tibbiy qo'mita решение beradi. Xuddi shunaqa qo'mitalar решение chiqargan paytda juda ko'pchilik o'ylaydi, PFL qildi. Yo'q, biz qilmaymiz. Hech qaysi klub ko'zimizdan o'zimiz zapret qo'ymaymiz. Qo'mita orqali qo'yiladi. Transfer taqiqi PFL orqali qo'yilmaydi, qo'mita orqali qo'yiladi. Shu narsani odamlar to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri talqin qilish kerak. Juda ko'p noinsof jamoalarda vakillar ham bor, ayrim jamoalarda. O'zi futbolchisini oldida bir majburiyatini bajara olmagan paytda, boshqa qila olmayotgan paytda PFL etdi deydi. Bir oradan 3 oy o'tib, yarim yil o'tib futbolchi bilan ko'rishib qolasiz yoki keladi, shunaqa narsa bo'lgan desa biz hayronmiz. Yo'q, biz bunaqa narsa bo'lmagan. Mana bu hujjat, mana bu hammasini oldiga qo'yganimizdan keyin bizga shunaqa deyishdi deydi. Qoida shunaqa deyiladi. Ya'ni sen bilan muammoni hal qilish uchun bizani alabuji qilib ko'rsatishadi, o'tib ketaveradi. Biz bunaqa narsaga ko'nikib ketganmiz. Biz bunaqa narsaga immunitet hosil qilganmiz. Nima deydi? Chumchudan qo'rqqan tariq ekmaydi deydi-yu. Bu biz uchun oddiy narsa, hayotimizda, faoliyatimizda bor narsa, shuning uchun normal qaraymiz. Hatto hisoblashishimiz kerak, bo'ysunishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor va o'zimiz hal qilishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Biz shu dorda yuramizda. Muhimi shu dorda maqsadimizga aniq yetib borish, pastga qulamasdan. Pastga tortmoqchi bo'lganlar juda ko'p, juda ham. Bu yil ko'rdikki, U20 chempionatida talablarni bajara olmagan jamoalarga texnik mag'lubiyatlar berildi. Qachondir Superligada ham shunday qilinishi mumkinmi? Bitta narsaga jiddiy e'tibor berish kerak. Bu narsadan o'ta ehtiyot bo'lamiz Superligada shunaqa narsa qilishga. Bizani asosiy maqsadimiz, misol uchun borib maydonda sudyaga o'yinni boshlamaysan, to shu narsani qilmaguncha deb ushab o'tiraverishdan osoni yo'q. Agar shunaqa bo'lganda, istalgan odam kelib PFL rahbari bo'lib shu ish bilan shug'ullanishi mumkin edi. Maksimal darajada harakat qilish kerak bu narsaga olib kelmaslik uchun. Mana shu PFL orqasida ketadigan hamma kurashlar, hamma ishlar, hamma qarorlar shundan kelib chiqadi. Futbol o'yini 90 daqiqalik futbol o'yini uchun biz yillab ishlaymiz. 90 daqiqalik futbol o'yini, men so'zni biroz oshirib olgan bo'lsam xafa bo'lishmasin. Endi o'zimizning tashkilot uchun, biz uchun shu 90 daqiqalik futbol o'yini muqaddas hisoblanadi. Biz shu 90 daqiqalik futbol bo'lishi uchun orqada minglab ishlar qilamiz. Endi shu 90 daqiqalik futbol bo'lishi uchun qilib turib, buni yana urib o'ldirish bu to'g'ri emas. Undan ko'ra buni mavsum davomida ligaga chiqarmaylik, elitaga. Musobaqadan olib tashlaylik. Bunaqa narsa qilsa bo'ladi. Lekin o'yin o'tish kerak bo'lgan narsada shart o'yinni to'xtatib qo'yish bu Superligaga yarashadigan narsa emas. Kichik auditoriyali joylarda bu narsani qilmasak bo'lmayapti. Biz U21 ga ham shunaqa qilishdan manfaatdor emasmiz yoki shunaqa qilib bir kayf qilmaymiz. Lekin shu ishni qilmasak, hududlarda infrastruktura barpo bo'lmayapti. Biz bitta narsani xursand bo'lib aytishimiz kerak. Xudo xohlasa, misol uchun, yana 2-3 yil o'tadi. Biz bu tashkilotda bo'lmaymiz, katta ehtimol bilan. Va shunaqa paytda 2020-yildan oldingi maydonlar, 2020-yildan oldingi infrastruktura va 2020-yildan oldingi PFL faoliyatini juda xohlardim odamlar tahlil qilib bo'lishini, solishtirib ko'rishini. Qanaqa edi, qanaqa bo'ldi? Nimalar qilingan edi, nimani bekor qildik, nimani qo'shdik, nimaga erishdik degan narsani. Shuning uchun bir ikkita komanda aytdi, oxirgacha bordik. Bir necha yildan beri Turkiyaga borishga puli bor, u yerga borishga puli bor, qimmat futbolchi olib kelishga puli bor, infrastrukturaga puli yo'q. Qizilqum murabbiyi Lazarevich kelib aytdi-yu, Jar stadionini tanqid qildi-yu. Tanqidini to'g'ri qabul qilaman, qaysi ma'noda? Biza OFK sezonni o'zgartirganidan keyin fevral oyida qabul qilishga majbur bo'ldik. Al-Hilolni. Bu arablarga mos. Bu fevral oyida arablarda futbol zo'r payti bo'ladi. Yaxshi Yevropaga yaqin yuradi ular. Sezoni bo'yicha bizda maydon qulayotgan payt, hali o't o'smayotgan payt, 10 darajadan pastda o'smaydi misol uchun o't. Uni ustiga yopish kerak bo'lgan payt, shunaqa paytda Paxtakor uchun ochishga majbur bo'lindi. Xalqaro o'yinni o'tkazish kerakmi yo o'yinni ham borib Antaliyada o'tkazib kelish kerakmi? Ochilgandan keyin o'tda maysada o'zini ushlab olish uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi. O'shanaqa paytda Qizilqumni murabbiyi kelib maydon haqida salbiy fikr beryapti-da. Buni kulgili tomoni,
Men sizga hozir rasmlarni ko'rsataman. Qizilqum qanaqa maydonda mashg'ulot o'tkazishini bilasizmi o'zi? 10 barobar yomon poliyada bundan mashg'ulot o'tkazadi. Shunaqa poliyada mashg'ulot o'tkazib turibsan, nima qilasan mag'lubiyatingni maydon bilan qilib. Jar stadionini shu holati ham ancha yaxshi edi. Juda bir anaqa qiladigan darajada emas edi. Men buni sababini hali keyin yana gaplashamiz hozir. Endi o'sha Qizilqum yoki boshqa rahbariyat aytayotdiki, U21 jamoamiz o'yinini Toshkentda tashkil qilamiz deydi. Biz qarshi chiqdik bu narsaga. Yo'q, Toshkentda bo'lmaydi. Nimaga? Poyla topdik-ku. Yo'q. Agar biz bunga rozi bo'lsak, yillar davomida Toshkentda ham o'ynab yurishadi bular. Yillar davomida Antalya. Yo'q, bizga hududda maydon bo'lishi muhim. Navoiyda, Buxoroda, Namanganda, Farg'onada va hokazo. O'sha joyda futbol bo'lsa, biz o'zimizning hovlimizga abo'y so'ramayapmiz ko'lidan, to'g'rimi? O'sha joyda maydon qilgan, o'zingizning yigitlaring, o'zingizning bolalaring, o'zingizning tarbiyalanuvchilaring o'ynasin degan ma'noda. Shuning uchun shundan keyin texnik mag'lubiyatdan keyin harakatni ko'rsangiz, men xursand bo'lib ketardingiz. Butkul boshqacha harakat. Bo'ldi, U21 ga ham e'tibor bergan. Ba'zi jamoalarda men bekitmasdan aytaman, U21 murabbiylar, U21 futbolchilar telefon qilib duo qilishdi PFLda. Akalar, ming rahmat. Sizlar shunaqa narsa qilganingizdan keyin bizga ozgina bo'lsa ham e'tibor paydo bo'ldi. Odam o'rinda ham ko'rilmaydi ba'zi jamoalarda. Qachongacha? Odam o'zini bolasini, o'zini farzandiga birinchi o'chirtda qiladi-yu, o'zi yemasa ham, kiymasa ham birinchi o'chirt. Shu narsani olib kirmasak, shu narsani shunaqa aslida bu narsani PFL talab qilishini o'zi uyat. Siz bolalaringiz qanaqa kiymayotganligi, qanaqa joyda yashayotganligini men sizga begona bo'lib o'rgatishim, bu uyat sizga. To'g'ri, hamma sharoitdan kelib chiqadi, boshqa qiladi, lekin ko'rib turibmiz-ku sharoit qanaqaligini. Shartnomalar bizdan ro'yxatdan o'tsa, Turkiyaga qancha sarflaganligini bilsak, trenerlarga qancha sarflayotganligini bilsak, omadini bersin. To'g'ri, bu narsani ham qilish kerak. Lekin odam qachon uyda go'sht yeydi, qaz yeydi, kalbas yeydi, qachonki boshqa narsalarni butlab qo'ygandan keyin. To'g'rimi? Anu suv o'chgan, svet o'chgan, boshqa yo'q, poldan chakka o'tib yotibdi, suv toshib yotibdi, uyda qaz yeb o'tirgan odamni ko'rmaganman men. Ya'ni hamma narsaga sekin-sekinlik bilan kelishi, shunaqa yo'l bilan qilmasak bo'lmayapti. Keling o'sha mavzuni o'zingiz ochib qo'yasiz hozir. Odatda muxlislar va mutaxassislar o'rtasida ba'zan eshitib qolamiz. Biz aynan mavsumni kuz-bahor tizimiga o'tkazishimiz kerak degan gap so'zlar ko'p aytiladi. Aynan shunga raqamlar bilan, faktlar bilan yondasha olamizmi? Nimalar to'sqinlik qilishi mumkin? Buni yaxshi tomonlari ham bor va yomon tomonlari ham bor. Va bizga uncha uzoq bo'lmagan Rossiya bu narsani boshdan o'tkazdi. Rossiya bizga qaraganda sovuqroq. Rossiya lekin bu narsaga o'tish uchun qancha million dollar sarflaganligini o'rganib ko'rsin shu odamlar. Va biz bu pulni topa olamizmi? Misol uchun O'zbekiston sharoiti. O'zbekistonda jamiyatda odamlarni maktablar, bog'chalar, sog'liqni saqlash va qator tizimda muammolarimizni sekin-sekinlik bilan hal qilib kelayotgan davlat sifatida bu bizga qanchalik kerak degan savolni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Men sizga misol uchun oddiy misol bilan aytaman. Biz mana 2018-2017-yillarda futbol maydonlari qanaqa edi? Men yaqindan ham misol keltiraman. Shu 2019-yilmi yilning eng yaxshi golini aniqlash uchun katta ekranda eng chiroyli gollarini qo'yib beryapmiz. Gol chiroyli, maydon abgor. Ko'rsatishga ham uyalasiz. Gol zo'r, maydon abgor. Hozir Xudoga ming qatara shukr, mana roliklarni ko'rishayotganlar odamlar maydonga kelishayotganlar, yashillik umuman boshqa darajaga chiqdi. Endi odamzod unutguvchi-da. Bu narsa hadislardan kelgan boshqaga bir tomondan yaxshi. Ya'ni o'zimiz talabni yuqoriga chiqarganimiz sari bizdan yanada ko'prog'ini talab qilishadi. Bizning ham haqqimiz yo'q, oldin qanaqa edi, mana bunaqa qilib qo'ydik-ku deyishga emas. Chunki biz shunga keldik, odamlarni shunga o'rgatdik. Lekin solishtirganda yer bilan osmoncha farq bor hozir. Endi agar qishga o'tirgan bo'lsak, birinchi navbatda biz maydonlar tagiga podogrev qilishimiz kerak. Podogrev qilishimiz kerak. Bu taxminan 300 ming dollarga tushadi. Men bitta maydon haqida gapiryapman. Undan tashqari Bunyodkorda stadionda hech ko'zingiz tushganmi yo'qmi? Bunyodkor stadionida maydonni bir 10 dan 2 qismiga quyosh tushmaydigan joy bor. Eldor Shomurodov o'sha Qirg'izistonga penalti ura olmagan darvozamiz tomonda aynan quyosh tushmaydigan joy bor. Hech qachon quyosh tushmaydi bu yoqqa. Ya'ni shunaqangi joylashib qolganki, quyosh aylanib o'tganda ham o'sha joy salqin bo'lib turadi. Shuning uchun u joyga alohida o'yinlar bo'lmayotgan paytda kelib ko'rgan bo'lsangiz, sovuq kunlarda svet yoqib qo'yishgan katta. Katta kirarli, shu chet eldan keltirilgan o'zining vaqtida katta svetli yoqilgan o'tda o'stirish uchun. Aslida
YouTube'dan muxlislarimiz ham ko'rib olishligi mumkin, shunaqa mutaxassislarimiz ham. Real stadionida xuddi shunaqa svetlar bor. Bunyodkorda bir dona rangli lampochka bo'lsa, o'zi 4 xil bo'ladi bu. Bittasi o'tni o'stiradi, bittasi vitaminini to'g'irlaydi va hokazo 4 xil bo'ladi. Endi qishga o'tganimizdan keyin har bir stadionda bunaqalarimiz bo'lishi kerak. Bu faqatgina o'sha qismi uchun olingan. Bu butun stadion uchun bo'lishi kerak endi bunaqa narsa. 4 xil svet. 4 xil svetni oladigan bo'lsa, u ham taxminan 600-700 mingga tushadi. Ya'ni bitta stadionimiz bizga taxminan 1 millionga aylanyapti. Men gazonini aytmadim hozir, drenajini aytmadim. Shu ikkita sovuq kundan chiqib ketishimiz uchun kerak bo'ladigan narsa taxminan 1 million. Endi yana bitta savol. Qishda bizning asosiy muammoimiz nima bilan bo'lyapti? Gaz bilan, svet bilan, to'g'rimi? Hukumat ham hamma chora-tadbirlarni boshqani qaratib yotibdi shu muammolarni hal qilish uchun. Endi qishda o'tganimizdan keyin haligi svetni yoqish uchun bizga svet kerak bo'ladimi? Polyaning ikki xil qilsa bo'ladi. Svet bilan ham qilsa bo'ladi. Xuddi anu uy qurganimizda tepli pol deb o'rganib qolganmiz-ku. Xuddi shunaqa svet bilan ham qilsa bo'ladi, gaz bilan ham qilsa bo'ladi. Endi bu narsa taxminan 2 oy davomida, dekabr 15-chislosidan boshlab fevral 15-chislosigacha sovuq deb olaylik. Misol uchun, endi sovuq har xil keladi, tabiatda bilmaymiz. O'sha paytda har kuni bular ishlashi kerak. Biz hozirgi paytda bundan qochib nima qilyapmiz? Gazonisini yopib qo'yamiz. Parnik qilamiz. Chunki 10 gradusdan pasayib ketganda o'tga ziyon yetadi, 45 gradusdan ko'tarilib ketganda o'tga ziyon yetadi. O'shaqa bo'lmasligi uchun endi 1 millionga bu tushdi. Stadionimiz yana qanaqadir 300-400 ming dollar bo'ldi, 1,5 million. Endi har kuni yoqadigan gazimiz yoki ketkazadigan svetimiz har kunligi taxminan 30 million so'm bo'ladi. Bitta stadionda. 2 oy davomida hisoblaysiz endi bu qancha bo'lishini. O'zi odamlarga gaz va svet kerak bo'lib turganda muammolarimiz bor paytda. Ana endi savol sizga. Qanchalik to'g'ri bo'ladi hozir bu yoqqa o'tishimiz? Zo'r bo'ladi. Mavsum nuqtai nazaridan, futbolchi nuqtai nazaridan va hokazo. Keyin sovuq kunlarda qor yog'ib turganda, yomg'ir yog'ib turganda, men Bunyodkor stadionini bilaman, Jarri bilaman. Bobur Arenada men hozir aniq eslolmayman, shu tomini to'sib turish qanchagacha yetib boradi. Juda ko'p stadionlarimiz ochiq joyda joylashgan. O'sha paytda o'sha Umid Nihollariga, Barkamol avlodga qurilgan tipichniy stadionlar bular, namunaviy stadionlar, ustochu. Shalabbo bo'lib futbol ko'rishga qancha odam kelar-ku. Ya'ni qator, men hozir faqat yomon masalalarni aytdim. Qiyin, og'ir bo'lgan masalalarni aytdim. Shulardan kelib chiqib xulosa qilish kerak. Har bir stadionga taxminan 1,5 million dollar boshlanishiga. Undan keyin yana har yili taxminan 500-600 ming dollar bunga o'qituga ketadigan bo'lsa. Hozirgi holatda biz qanaqa? Yo'ni bor qilib, ayab, tejab, iqtisod qilib qilgan taqdirimizda taxminan 800 million 1 milliard atrofida yil bo'yi maydonni o'qituga ketadi hozir. Beradigan dorisi, vitamini, urug'i, berib turish kerak bo'lgan muttasil va shunaqa temamiz bor. Yozdagi muammolarimizni ham aytib ketishimiz kerak, albatta. Yozdagi muammolarimiz, bu jiddiy muammo bu ham. Bizga ko'pincha ko'rsatishadi. Ispaniyada, Angliyada mana zo'r bo'ladi-ku. Bunga sabab bu Yevropa. Birinchidan Ispaniyaga borganlar juda yaxshi biladi, qanaqa kontingentdaligini, qanaqa. Misol uchun Marokash, Portugaliya, Ispaniya bu nisbatan Yevropaning shimoliga qaraganda issiqroq bo'lgan joylar, Gibraltarga yaqinroq joylar. Bu gazonlarning o'sishi uchun atrofida dengiz bor, chang yo'q, toza, juda bir zo'r narsa. Sharoiti har tomonlama havas qilsa bo'ladi. Yil bo'yi o'sib turadi. Lekin ularda ham ba'zida muammolar paydo bo'ladi, lekin bu muammolar bizachalik muammo emas-da. Bizda atrofimizda dengiz bo'lmasa, endi Angliyani olaylik yoki Yevropaning juda shimoliga chiqib ketmayman, sovuq qismga. Angliya haqiqiy nafaqat futbol vatani, balki futbol o'ynash uchun eng bob joyda. Shimol Newcastle tomonlar sovuqroq, lekin baribir gazonlar uchun, o'rmon hududlari uchun ideal. Past tomonlarni oladigan bo'lsak, Southampton deymizmi, Brighton deymizmi, o'sha La Manshga yaqinroq joylari undan ham zo'r. Har tomonlama gazon o'sishi uchun, o't o'sishi uchun geografiyani yaxshi biladigan odam shunda kartaga nazar tashlab ko'rsin. Yevropa, Amerika tomon yashil turadi, bilasiz. O'rmonlar, daraxtlar, boshqalar, bu boshqa umuman boshqa kontingent. O'zbekiston qanaqa rangda turadi bizda? Sariq bo'lib turadi. Cho'l zonasi va cho'l zonasi oshib boryapti. Yer sho'rlanishi oshib boryapti. Bizda yaqin atrofimizda dengiz yo'q. Buning evaziga chang, to'g'rimi? Misol uchun tufligingizni tozalab agar qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, Malayziyada, Tailandda kirib bo'lmaydi 10 kun davomida ham. To'g'rimi? Vlajnost bor joyda. Bizda 2 soatga qo'yib qo'ying, mashinani yuvib kelganingizdan keyin qora mashinani 2 soatga qo'ying. Bizda
injiq, qishimiz sovuq, Ustyurt tomonlarida butkul sovuq dahshatli darajada, yozimiz o'ta issiq. Termiz degan joylarimiz bor, Qashqadaryo, Muborak, Buxoro, Qorovul bozor tomonlar quyosh naqadar tikka tushadi, qo'jiratib tashlaydi. Xohlasak ham, xohlamasak ham million sarflab ham o'shalardagi ushlab turishimiz qiyin masala. Men iqlim nuqtai nazaridan aytyapman. Lekin Xudoga ming qatra shukr, baribir 2020-yilda men yana qaytaman. Bu yoqqa qarasangiz, maydonlarimiz butkul boshqa darajaga chiqdi. Mana bunyodkor necha yil davomida gazoni yaxshi bo'lmagan edi. Qildik-ku. O'zimizning mutaxassislar yordamida qildik. Chet eldan keladigan ham o'zimizning mutaxassislarni texnikasidan yoki kuchidan foydalanib, o'zining narsasini kiritishga harakat qiladi. Turklar kelib ko'rdi, boshqa qildi, misol uchun. O'zining paytda MXK stadioni eski bo'lgan paytda Gollandiyadanmi, Germaniyadanmi mutaxassis olib kelishgan, zo'r qilish boshlandi o'sha paytda esingizda bo'lsa. Keyin Paxtakor o'rgandi, keyin Lokomotiv o'rgandi, bunyodkordan yaxshi anaqaliga keldi. Hozir hamma yoqimizda yaxshi. Mana endi Xorazm bilan Qoraqalpog'istonni ham sekin-sekin professional futbolga uyg'onib qaytarishga harakat qilyapmiz, lekin ularga aynan iqlimdan kelib chiqib, anaqaga ruxsat berganmiz. Sun'iga. Gibrid bunyodkorga qilindi. Nimaga? Milliy terma jamoa o'ynaydi deyildi o'sha paytda. Mamlakat rahbarlari turishda qancha pul kerak bo'lamiz deb qilishdi. Hazilakam summaga qilinmadi. Hamma stadionlarni o'xodiga agar yiliga 1 milliard ketadigan bo'lsa, bunyodkorligiga 1.6, 1.7 milliard ketadi. Bu gibrid boshqa qilib turish kerak bo'lgan narsasi bor. Lekin evaziga Qirg'iziston bilan hali o'tdi. Hamma tomonlama ideal. Shuning uchun birinchi navbatda klimatimizdan kelib chiqib va qator masalalardan kelib chiqishimiz kerak va eng katta muammo bizda ichimlik suvi muammosi. Gazonga dengizda suvni quyolmaysiz, dengiz o'zi ham yo'q. Yeri ma'lum qatlamdan chiqayotgan suv bizda ham sho'r chiqadi. G'uzorrolik, Muborakka olaylik. Umuman Qashqadaryo tomonlar, Surxondaryo tomonlar, Buxoro tomonlarda yana ham janubga tushib borgan sari, cho'lga tushib borgan sari suv muammosi ko'payib boraveradi. Vodiy bilan Toshkentda bo'ylab bu narsa yaxshiroq. Bu yerda suv muammosi bor. Odamlarda ham ko'p regionlarimizda ichimlik suv muammo, odamlarning ichishi uchun, kundalik ro'zg'orda foydalanish uchun. Bizani bitta futbolning poylamizga qancha kubometr suv ketadi deb o'ylaysiz? Bu hazilakam narsa emas. Endi vaziyatdan chiqish uchun nima qilishimiz kerak? Yildan yilga bu narsa ortib boryapti. Yildan yilga ekologik muammolarga duch kelyapmiz. Shuning uchun biz bu yil hozir yetib o'tib ketishim kerak. G'uzordagi Sho'rtan stadionida eksperiment boshlaymiz. Birinchi bo'lib men PFLga kelgan paytimda 2018-yil oxirlarida qiladigan ishim gazondan boshlaganmiz. Borib, o'rganib, nima gap, nima so'z hammasini qilib mana hozirgi mevasi bor. Ya'ni ichigacha, tegigacha yetib bordik. Bugungi kunda ilm darajasiga chiqdi bu narsa. Tushunamiz, ichidamiz hamma tomonlama. Endi G'uzordagi stadionda eksperiment qilib ko'rmoqchimiz. Chunki bizani pagoda uchun eng o'sib ketadigan, boshqa qiladigan narsa bu ajriq. Lekin ajriq kuzga borib sarg'ayadi. Maydon tekis ko'ringani bilan saf-sariq bo'lib turgan bo'ladi. Siz odamlarni ishontira olmaysiz bu tekis maydonligiga. Chunki Angliyani ko'radida, shatda boshqa kanalga olsa, futbol ketayotgan bo'lsa, tekis bo'ladi, hamma tomonlama zo'r bo'ladi, lekin u bizani anaqamizdan kelib chiqib rangini sarg'aytiradi. Endi hozir G'uzorga shu ajriqqa boshqa nav aralashtirib ekib ko'rdik. Endi buni yeri nechidir metr hozir men aniq eslolmayman, tegizdan chiqayotgan sho'r aralashgan suv bilan sug'orib ko'rmoqchimiz. Qanaqa effekt beradi? Qanaqa chiqib keta olamiz situatsiyadan? Qilmasak bo'lmaydi eksperiment, chunki 3 yildan keyin, 4 yildan keyin bu narsa Qarshida ham, Buxoroda ham, Termizda ham boshlanadi bu narsa. Shuning uchun qiyin bizda gazon masalasida, maydonlar masalasida bunaqa narsaga erishish juda qiyin. Biz Angliyada emasmiz, Ispaniyada emasmiz, arablarda ham issiq-ku deyshadi. Arablar ham dengiz atrofida, bunaqa changlanish bo'ladi. Yani vlajность baribir bor-da. Shuning uchun hech qachon o'zimizning pagodani boshqalar bilan yaxshi yomonib solishtirishimiz kerak emas. Xudo bergan, Xudo shuni istagan. Bizdan talab qilinadigan hamma narsani iqtisod nuqtai nazaridan, hamma narsani aql, ilm nuqtai nazaridan o'rganib, o'zimizga mohsina hal qilishimiz kerak. 4 ta faslimiz borligi bilan biz kichkinaligimizda maqtanib o'rganganmiz. Haqiqatan mevalarimiz shirin va hokazo. Lekin ba'zi bir masalalar borki, tabiatdan ham hisoblashimiz kerak va futbol hamma sohani so'rib olish evaziga rivojlanish kerak emas. Har doim aytadigan gap, ta'lim, sog'liqni saqlash va hokazo temalardan keyin turamiz. Shuning uchun o'tdagi narsalarni so'rib futbol qilishimiz to'g'ri emas. 2024-yil yakunida PFL ommaviy vositalar uchun o'tkazgan matbuot anjumanida stadionlar masalasida to'liq tushuntirish berdi barchaga. Bu masalada yagona savol qolmoqda. PFL rejasiga ko'ra qachon Superligadagi barcha stadionlar ta'mirlanadi? Bizning rejamiz bo'yicha 2025-yilda
O'zbekistondagi 14 ta stadion bizning talabimizga javob beradigan ko'rinishga kelishi kerak edi. 2020-yilda boshlagan ishimiz 2025-yilda bosqich bittada boshlanmaymiz. Pul nuqtai nazaridan ham muammo, maydon endi qayerdadir o'ynab ham turishimiz kerak-ku. Shuning uchun bosqichma-bosqich biz o'sha paytda reyting qilib chiqqan edik. Eng yomonidan boshlaganmiz rekonstruksiyani. Lokomotiv Paxtakor stadionlari nega eng oxirgilardan bo'lib yopildi? O'sha paytda bu stadionlar juda yaxshi saviyada bo'lgan. Arveladze ishlagan paytda eslang, Mirko'da Lokomotiv ishlagan paytda gazorlari eng yaxshilari Lokomotiv Paxtakorniki bo'lgan. Bizning rejamiz bo'yicha bu 2024-yilgacha borib sekin anaqasini yo'qotish kerak edi. Shuning uchun eng yomondan boshlab qilib keldik. Lekin bizga taalluqli bo'lmagan narsalar bor. Force major holatlari bor. Ba'zida byudjetdan pul ajratish, ba'zida hokimiyatda pul ajratishi, akt priom periyodachi juda ko'p qator masalalar bor. Biror bir tashkilotdan bir sim pul olish bu oson emas-da. Haq etadi-ku, nima deydi? Berilmaydi, haq olinadi. Prezident qarorlari bor futbolni rivojlantirishga, hukumat qarorlari bor. Bizga nima yordam beradi bu narsa? Bu qaror bor. Bu qaror bo'ldi degani futbol yoki boshqa soha rivojlanib ketdi degani emas. Buni ijrosi degan narsa bor. Bu ijrosiga ham kurashib berishasiz. Bu sizni himoya qiladi. Prezident qarori turibdi, vazirlar mahkamasi qarori turibdi, lekin bu bilan boshqa qator tashkilotlar bilan kelishish, buni adliyani narsalariga hamma hujjatlarni to'g'irlash, yuridik tomonlari va boshqa tomonlari qonunchilikdan chetlashmasdan turib qilishga ham ketadigan vaqtlar bor-da. Nimadir tasdiqlanishi, nimadir pul ajratilinishi, shu narsalar cho'zilganligi evaziga bizga ozgina cho'zildi. Hozir taxminan 1 oy ichida katta ehtimol Navoiy o'zini polyasiga qaytadi, Termiz qaytdi. Katta ehtimol bilan yil oxirigacha Nukusdagi stadion tayyor bo'ladi. Katta ehtimol bilan may oyi oxirigacha yoki bo'lmasa may oyining o'rtasigacha Xorazmdagi stadion tayyor bo'ladi. Deyarli ancha kelib qoldik. Endi biz o'rtada Buxorodagi stadion buzilib ketishi, Turon musobaqadan chiqib ketishi va shunga o'xshagan narsalar force major. Biz bilmas edik bu narsani 2020-yilda. PFL reglamentidagi ba'zi bir bandlar doimiy ravishda mutaxassislar tomonidan muhokama qilib kelingan. Jumladan mutaxassis Alisher Nikimbayev ham limitdan tashqarida ro'yxatdan o'tkazish degan PFL reglamentidagi tushunchaga hattoki FIFAning amaldagi qonunchiligiga ham zid kelish haqida fikr bergan. Shu masalada qanday javob bergan bo'lardingiz? Aynan limitdan tashqarida ro'yxatdan o'tkazish nima uchun kerak o'zi? Agar u kishi aytganlaridek holat shunaqa bo'lganda FIFA bizga allaqachon sanksiya qo'llagan bo'lardi. Bu odam qo'lidan keladigan narsa. Bu odam bizga yordam bermaydi, lekin FIFAdagi o'rtoqlarga boshqalarga chiqib, agar nima deydi, parod qilgan joyimiz bo'lsa, O'zbekistonga sanksiya qo'llash bu odamning qo'lidan keladi. Bu odam shunaqa odam. O'zi men bu narsani aytsam, balki Xudoga xush kelmasligi mumkin. Men shunaqa qaror qabul qila olmayman. Lekin meni o'zimga taxminim bor, aytishim kerak. Bir 3 yildan beri bu odamning fikriga javob ham bermayman, Telegram kanallarimni yopganman, boshqa qilganman. Qachon shunaqa qildim? 4 ta narsa bor. Bitta odam bo'ladiki, bergan va'dasida turmaydi, omonatga xiyonat qiladi, yolg'on gapiradi va siz bilan qasdlashsa qo'lidan kelgan hamma yomonlik qilishga harakat qiladi. Mana shu 4 ta sifatga ega bo'lgan odam nima deyilishini shu intervyuni ko'rayotganlar juda yaxshi bilishadi. Men bu odamning shuni ikkitasini aniq bilaman. O'zim boshimdan o'tkazganman, o'zim tanamda his qilganman. Shuning uchun hozir bu nimaligini aytib o'tirmayman. Tuhmat bo'lib qolmasin. Meni ham Xudoning o'zi kechirsin, noto'g'ri aytayotgan bo'lsam. Shuning uchun endi bugunga kelib ikki xil qarayman bu odamga nisbatan. Birinchisi, bizga beradigan yordami bizga muxolifat ko'rinishida o'zini tutganligi. Bu juda katta yordam. Men uning uchun bu odamga minnatdorchilik bildiraman. Shu odam hamma kamchiliklarni tirnoq ostidan qidirib, hamma narsani ko'rib turganligi bizning foydamizga ishlagan. Biz o'sha xatoni qilmaslikka, o'sha darajaga tushmaslikka har doim harakat qilib kelganmiz va bu narsa PFL rivojlanishga olib keldi. Shuning uchun ham muxolifat kerak hammaga. Mana shunaqa muxolifat kerak. Men buning uchun rahmat aytaman odamga. Ikkinchi tomondan bu odamni ichidagi nafrati menga nisbatan, shaxsga nisbatan. Biz shu paytgacha PFLda ishlagan bo'lsak, shaxslarga qarshi kurashmadik. Tizimni to'g'rilashga harakat qildik. Endi bu odamning shaxsan menga nisbatan nafrati shu darajadaki, ko'zini ko'r qildi. Va ba'zi paytlarda yolg'on informatsiyalar, ba'zi paytlarda o'zini sharmanda qiladigan informatsiyalar ham berishga majbur bo'lib qo'yadi. Odamchi juda nafratlanib ketsa, faqat jahl bilan, faqat asab bilan qaror qabul qilsa, u xato qilaveradi. Bag'ri keng bo'lmasa. Shuning uchun ikkita narsa bor. Savolingizga kelsak. Birinchisi, FIFAning yangi talabi bo'yicha biza allaqachon 2-yilga ketyapti. Bu yil 1-ligalarni ham qo'shdik. Futbolchilarni
onlayn ro'yxatdan o'tkazish. Ya'ni oldin FIFA bu narsalarga qaramas edi. Klublar o'zi kurashib yurardi. Eldor Shomurodov trenirovchi kompensatsiyasini olish uchun mashal Rostov bilan urushishga kerak edi, Genoa bilan sudlashishga kerak edi va hokazo. Bu narsalarni tartibga solish uchun biz boshda kelganda aytganmiz, chunki men nimaga shu narsani FIFA o'zini qo'liga olmas ekan deb. Bu narsani oxiri elektron ko'rinishga keltirdi FIFA. Nima qildi? Hozir istalgan futbolchi bizdan ro'yxatdan o'tdimi, bizdan avtomatik ravishda FIFA ID oladi. EPP degan narsa bor, misol uchun, buni futbol ichidagilar juda yaxshi biladi va FIFA talab qo'ygan. Har bitta sandan ro'yxatdan o'tgan futbolchi 1 oy ichida FIFAda ham anaqasi ko'rinsin. Misol uchun hozir Abduqodir Husanov pulini qanaqadir trenirovchining kompensatsiyasini olish kerak bunyodkor, lekin qiynaladi. Nimaga qiynaladi? Juda ko'p prosesdan o'tish kerak edi. Chunki o'zini vaqtida bu futbolchi O'zbekistonda bo'lgan paytida shunaqa elektron ro'yxatda turmagan. Ana arzimagan bir tiyinga qimmat men futbol o'ynab yurgan paytda bor edi. Men kelganimizdan keyin mana shunga qarshi kurashdik. Futbolchi pasporti degan narsa bor. Hamma qalbakilashtirgan, yangisini qilgan, eskisini yirtib tashlagan korrupsiya hammasi. O'sha narsani yo'qotish kerak futbol jonlanish uchun, bolalar futbol yaxshilanish uchun. Biz uni elektron yo'lga qo'yib bo'ldik. Bizdan ro'yxatdan o'tadigan yosh futbolchi ham mayligi platformasi orqali FIFA EPP ulanadi, tamom. Qanaqa ishlaydi? Misol uchun Manchester Cityda Abduqodir Husanov degan futbolchi paydo bo'ldi. APL ro'yxatdan o'tkazdi. Onlayn FIFAda ham ko'rinadi. Endi xuddi shu futbolchi Lansda ham bor. FIFAdagi bu platforma solishtirib yuboradi. Shu Abduqodir Husanov, shu Abduqodir Husanovmi? Ha, ulanadi. Keyin xuddi shu narsa energetik BGU degan komanda bor Belarusda. Shu Abduqodir Husanov, shu Abduqodir Husanovmi? Ulanadi. Bu bunyodkorga ulanish kerak. Mana shu ulanadigan joyda muammo borligi biz yillar davomida anaqa qilmaganligi, bolalar futbolida FIFA bilan bog'liq bo'lmaganligi. Endi FIFA ro'yxatdan o'tadigan futbolchini 1 oy ichida muhlat beradi assotsiatsiyalarga, bizda ko'rinsin deydi. Biz shuning uchun reglamentimizga o'zgartirish kiritganmizki, futbolchi bilan shartnoma tuzdingmi, 20 kun ichida PFL ro'yxatidan o'tkazsin. Bizda o'sha 10 kun qolsin. Buni hujjatlarini, boshqa narsalarini to'g'rilab, FIFAda ko'rinishini ta'minlashimiz kerakmi? Va reglamentimizga allaqachonlar kiritib qo'yganmiz. Futbolchi bilan istalgan paytda shartnoma tuzishingiz mumkin. Siz misol uchun ko'chada yuribsiz, jurnalist sifatida zo'r futbolchi bo'lishingiz mumkin. Ko'rib qoldi sizni qaysidir futbol bunyodkor. Qarasa, nima qilib yuribsan jurnalist bo'lasan, yaxshi futbolchisan deb shartnoma tuzish huquqi bormi? Aprelda transfer emas. Tuzsin. Va 1 oy ichida, 20 kun ichida bizda 1 oy ichida FIFAda anaqasi ko'rinishi kerak sizniki. Lekin sizni musobaqaga zaifga qilish, musobaqaga ro'yxatdan o'tkazish, ya'ni qaydnomaga kiritish faqatgina transfer oynasida bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa bir olamshumul bir kallani og'ritadigan narsa yo'q. Ya'ni jamoa futbolchini musobaqaga zaifga qilish uchun transfer oynasi bor. Qishki transfer oynasi bor, yozgi transfer oynasi bor. Lekin istalgan paytda futbolchi bilan shartnoma tuzsa, ro'yxatdan o'tkazib qo'yishi mumkin va shart FIFA talab qiladi bu narsani. Surxon o'zining paytida Ulug'bek Hoshimovda anaqada o'ynagan bola, Olimpiya terma jamoasida. Ulug'bek Hoshimov Neftchida o'ynayotdi o'sha paytda, men adashmasam, futbolchining shartnomasi yakunlanishiga yarim sezon qolganda, nimaga mana Liverpoolda boshqalar yaxshi futbolchini shartnomasi tugashiga 1,5 yil qolganda harakatga keladi. Voy ketib qolmasin, 1 yil qolganda вообще katastrofa, trevoga bo'ladi. Bu hozir ketib qolishi mumkin, tekinga ketib qolishi mumkin. Bizga ham kerak deb oyligini oshirishga harakat qiladi, sharoitini yaxshilayman deydi. Juda ketadigan bo'lsa ham agar oyoq tirab turib olganimizda sochishga harakat qiladi. 1 yildan keyin tekinga ketib qolmasin deb. Bizda qanaqa bo'ladi? Shu paytgacha qanaqa bo'lgan o'zi? Mana kelganimizcha qishga chiqib ketishadi, Fahmel shu bilan yanvarda uyg'onib, hamma uyqudan turib, sekin futbolchilarni vibra qilishadi-da. Ishga munosabat shunaqa bo'lgan o'zining paytida. Biz nima qadriyat shakllantirdik? Sana futbolchingmi? Oldindan harakat qil. Bir necha yillik planing bo'lsin, bir necha yillik rejang bo'lsin. Surxon nima qildi mana shu narsadan foydalanib? Yarim yildan keyin Neftchi bilan shartnomasi tugaydi Ulug'bek Hoshimov. Neftchi bilayotgani yo'q. Parvoyi Falak deylik, misol uchun. O'sha paytda haqqi bor yarim yil qolganda aloqaga chiqishga. Yarim yil qolgungacha haqqi yo'q. Klubni kursga qo'yish kerak. Yo'qmasa unga nisbatan sanksiya qo'llanadi Surxonga. Surxon Ulug'bek Hoshimov bilan gaplashib, sentyabrda shartnoma tuzishyapti. Sentyabrda shartnoma tuzib, PFL talabi bo'yicha bizdan ro'yxatdan o'tkazib qo'yishyapti. Bo'ldi, bola Neftchida o'ynayapti, boshqa qilyapti. Bizdan ro'yxatdan o'tkazib qo'yishdi. Lekin biz buni Surxon safida sentyabrda maydonga tushirib yormayapmiz-ku. Bu shartnoma sentyabrda imzolandi, lekin 1-yanvardan kuchga kiradi. Yangi yilda 1-yanvardan kuchga kiradi va transfer oynasi ochilganda biz uni Neftchidan rastajiniyasini olib, Surxon futbol klubiga zaifga qilamiz. Farq tushuntirdimmi menimcha? Bu nimasi anaqa? Andijonda futzal bo'yicha jahon chempionati bo'ldi. Bitta fitna qilib ko'rdi. Boshqa yoqda fitna, boshqa yoqda fitna, Apex bo'yicha bitta fitna qilib ko'rdi. Endi bitta odam o'zini
yetarli darajada sharmanda qildi va bu narsa unga yoqayotgan bo'lsa, bemalol. Men o'ylaymanki, obyektiv fikrimni bildirardim. Rahmatimni ham aytdim. Bizga juda katta foydasi bor bu odamni va sababini ham tushuntirdim menimcha. Bu insonni yana bir fikrga nisbatan obyektiv fikr kutib qolamiz sizdan. Ya'ni Alisher Nekimboyev ko'p chiqishlarida PFL klublarini litsenziyalash masalasida noto'g'ri ishlayotgani haqida gapirgan. Chunki PFL oxirgi 2 yilda litsenziyalashda Osiyoda birinchi o'rin bo'lib qo'ydi-da. Aynan mana shu gapga ham aytib o'tdilarki, Osiyoda litsenziyalash o'rinlari degan narsani o'zi yo'q. Buni PFL o'zi uchun rahbarlarga chiroyli ko'rinish uchun qilyapti degan gapni aytgandilar. Nimaga bunaqa narsa yo'q? E'lon qiladi OFK konkretni. Qatardan buncha klub litsenziya oldi, O'zbekistondan buncha klub oldi. Nima e'lon qilishimiz jinoyatmi? Buni o'zi meni o'rnimda ishlaganda ham e'lon qilgan bo'lardi. Bu nima? Agar misol uchun aldayotgan bo'lsak, qo'shib yozayotgan bo'lsak, yolg'on qilayotgan bo'lsak, aytsa bo'ladi. Birinchi bo'ldikmi? 19 ta klubimiz oldimi? Faktmi? Qatardagidan ko'ra ko'proqmi? Biz Qatardan futbolimiz menimcha 30 barobar kam pul ishlatamiz. To'g'rimi? Fakt bo'lgandan keyin nimaga buni aytmasligimiz kerak? Nimasi yomon? Biz hattoki aytayotganimizda ham maqtanib aytmadik. Janubiy Koreya bilan Yaponiya sezonlar almashganligi uchun bu narsaga jiddiy e'tibor bermadi va faqatgina xalqaro maydonda o'ynaydigan klublarinigina OFK litsenziyalashdan o'tkazdi deb sababini ham tushuntirib aytdik. Chunki agar ular kirishadigan bo'lsa, biz yaqiniga ham yo'l olmaymiz Yaponiya bilan Janubiy Koreyani. Shunisini aytib publikovat qildik. Buni nimasi yomon? Yolg'on gapirmayotgan bo'lsak, faktni berayotgan bo'lsak, OFK e'lon qilib turgan bo'lsa, shunchaki boya aytgan narsam, ko'ra olmaslik. Biz kelganimizda bu odamlar o'zi ishlagan paytda shu litsenziyalashni hammaga bobo qilib ko'rsatganda, dahshat, ajdarho deb ko'rsatgan. Yaqinga kela olmaysan. Voy, chunki bu kim biladi deb faqat hamma narsani. Endi faqat paxta ko'rib bir amallab o'tadi, Lokomotiv Bunyodkor bo'ldi, tamom kerak. Biz bunda qarasak, O'zbekistondagi sharoitlarimiz, o'zimizning Xudoga shukr, qanaqadir bir aqlimiz, bilimimiz yetadigan narsa. Juda qo'rqinchli narsa emas. Chunki OFKda katta bir 50 dan oshiq a'zo mamlakati bor. Uning orasida Laos, Bangladesh degani ham bor, Yaponiya, Koreya degani ham bor. OFK nima qiladi? Bunga qarab agar qo'yadigan bo'lsa, bular o'lib qoladi. Bunga qarab qo'yadigan bo'lsa, bularga umuman qizig'i yo'q. O'zi shunaqa, misol uchun Yaponiyaga rosa orzu qilganman o'sha paytda o'rganib. Yaponiyani o'zini litsenziyalash talabi, milliy litsenziyalash degan narsa bor. OFKnikidan yuqori deydi talabi. Biz shu yo'nalishda yuramiz deb 3 yil ichida erishdik-ku shu narsaga, mehnat qilib. Bizda stadionlar bormi? Dinamo stadioni o'zining stadioni emas, Milliy gvardiyaniki, lekin Inter stadioni ham o'ziniki emas, Milan bilan misol uchun. Ko'p unaqa misollar Yevropada ham. Shu stadionda o'ynayapti Dinamo, projektorini qildiryapmiz, gazonini qildiryapmiz. Bor. Samarqandda akademiya bormi? Dinamo bilan shartnoma qilib ishlasa bo'ladimi? Ya'ni bunda olib qaraganda O'zbekistonda bor sharoit, hamma yoq sochilib yotibdi. Shuni yig'ib, chiroyli qilib, buni qog'ozga anaqa qilib, OFKga topshirib, komandalarni shunga o'rgatib, mutaxassislar tayyorlab, ularga liga tomonidan yordam berib ishladik. Natijasini ko'rib turibsiz. Natija haqida gapiraylik. Fakt haqida gapiraylik. PFL reglamentida legionerlarni toifalash degan tushuncha mavjud. Aynan mana shu narsani qaytadan ko'rib chiqish kerakmikan? Nima deysiz? Toifalashga sababi bor. Bizda boya aytdim-ku, assotsiatsiya bilan o'zimiz hal qiladigan narsa bor, kelishib hal qiladigan narsa bor. Mana shu kelishib hal qilinadigan narsa. Bizning futbolimizda shunaqangi odamlar borki, legionerlar ko'payib ketsa, futbolchilarimiz o'lib qoladi, rivojlanish bo'lmaydi deb hisoblaydigan odamlar bor. Biz buni aksi deb hisoblaymiz. Chunki o'zining paytida Arsenalda birorta ingliz futbolchisi maydonga tushmagan o'yinlar ko'p bo'lgan. Arsen Wengerda ishlagan paytda, esingizda bo'lsa, fransuzlar o'ynardi, shvedlar o'ynardi va hokazo. Endi bizani futbolchilar Abdulla Oripov she'ri bor-ku, o'sha akvariumdagi baliq haqida. Baliq shu akvariumda yurgan paytda u dengiz borligini, okean borligini bilmaydi. Butun dunyo shu akvariumdan iborat deb o'ylaydi. Bizning futbolchilar shunaqa deb o'ylamasligi uchun ham ularga raqobatbardosh odam kerak-da. O'zbekistonga kelayotgan legionerlarning sifatini aytmayapman. Tashqi ko'rinishini, sport holatini ko'rgan bo'lsangiz, hammasini bo'yi 180 dan baland. Ko'pchiligi misol uchun jismoniy jihatdan kuchli, to'g'rimi? Bizning futbolchilar qachondir o'zi bilan o'zi o'ynab yururmasdan men zo'rman deb. Siz misol uchun mahallingizda futbol o'ynasangiz zo'rsiz hozir, to'g'rimi? Pelaysiz. Sal kuchliroqga borsangiz, bundan olasiz, sal professional futbolga kelsangiz, ko'pda tegmaydi oyog'ingizga. Ya'ni shunaqa bo'lmasligi uchun sen oldin shu 3-darajali deb qaralayotgan legionerlar bilan ham raqobatlashib ko'rish kerakmi? Ya'ni nimaga
OFK olib tashladi legionerlar limitini yoki Saudiya. Da muammosi kelib chiqishi mumkin. Biz Saudiyadagi yoki Xitoy bir marta yo'l qo'ygan xatodagi qilish tarafdori emasmiz. Lekin aqli bilan bu narsani chegaralab tashlash kerak emas. Yaxshi futbolchi chiqishi uchun unga ham imtiyoz bilan hech qachon zo'r narsa. Bu imtiyozli futbolchiga. Men shunaqa imtiyozlarni hammasini oldirib tashlashga harakat qilgan edim. Ya'ni Xudoga shukr, hozir bizda yo'q, oldin bor edi. Bunaqa yoshli bitta futbolchi albatta asosiy tarkibda o'ynash kerak. Mana qanaqa murabbiyga chizib beraqa kim o'ynash kerakligini. Klub o'zi yetib borsin bu narsaga. Yosh futbolchini o'ynatsa qancha foyda ko'radi yoki nima yutadi, nima yutqizadi, to'g'rimi? Misol uchun absurd tushunchalar-da. Bu imtiyoz futbolchiga. Bu o'ynash kerak, yosh futbolchiga maza. Aniq biladi o'ynashini. Reglamentda PFL himoya qilib qo'yibdi-ku. Mana bo'lmasligi kerak, aniq kamayish kerak. Mana bu yaxshi futbolist yeri tegidan chiqib keladigan o't bo'lish kerak-da. Asfaltdan chiqib keladigan o't bo'lish kerak. Abboslar chiqdi, to'g'rimi? Misol uchun Eldorlar chiqdi, shu sharoitdan chiqib keldi-ku shu bo'ldi. Bizda Dragan Cheran degan futbolist afsus bilan aytaman men. Necha yoshida, necha yil to'p urar bo'lib turibdi. 3-toifadagi legioner hisoblanadi shu ham. Necha yoshda to'p urar bo'lib turibdi. Bu O'zbekistonda o'ynayotgan himoyachilarni yoki O'zbekistonda ishlayotgan murabbiylarning saviyasini ko'rsatib bermaydimi? Buni muttassil to'p urar bo'layotganligi. O'sha 3-toifali legionerni yopolmayapti-ku futbolchilarimiz. Uyatmasmi? To'g'rimi? Legioner olish butun dunyoda, O'zbekistonda emas. Kelin olishga o'xshaydi. Qiz tanlashga o'xshaydi. Men bekitmasdan aytaman. Bilmaysiz-da uni, yaxshi chiqishi ham mumkin. Lotereyaga o'xshagan narsa. Bu yomon chiqishi ham mumkin. Toifalashga men o'zim ham qarshiman lekin. Misol uchun, agar toifaga qo'yadigan bo'lsak, Nasafga kelgan legioner bor edi, Chaves. Bunda olib qarasangiz, kriteriyalar bo'yicha zo'r edi hamma tomonlama. Nima qildi Nasafda? Cheran hech narsaga to'g'ri kelmas edi. Navqiron yillarini olaylik misol uchun. Benazir futbolchi-ku Paxtakor uchun bo'ldi, to'g'rimi? Ya'ni Zlatan Ibragimovich o'zining paytida Barselonaga bordi. Siz muvaffaqiyatli o'ynagan Barselonada deb hisoblaysizmi? Yo'q. Zlatan Ibragimovich yomon futbolchimi? Yo'q. Daho-ku. Ya'ni bu toifalash bilan juda ko'p legionerlar, Michael Owen Realga borgan yoki bo'lmasam Azar Realga bordi, to'g'rimi? Azarlar qanaqa futbolist bo'lgan Chelsea'da. Coutinho Barselonaga bordi. Kimlardir APLga kelib yo'qib ketdi, yo'qolib ketdi. Bu legionerlar o'ynab ketmasligi hokazo narsalarga bog'liq. Kriteriya qo'yish Angliyaga, Ispaniyaga yarashadi. Ular shu darajaga chiqqanki, o'zini milliy terma jamoasida shuncha o'ynagan, mana shunaqa bo'lgan futbolchini bilangina shartnoma imzolashing shart deb klublarga talab qo'ysa, stoyid. Biz buni qiladigan bo'lsak, hozir klublarimiz puli ham yetmaydi, aqli ham yetmaydi unaqa legioner olib kelishga. Lekin biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Ya'ni oxirgi yillarda Atkat uchun legioner olib kelayotgan va boshqalar baribir chig'iriqdan o'tib yillar davomida yaxshilandi. O'tgan yilgi statistikamizga qarang. Klub 6 ta legioner olib kelgan bo'lsa, 3 tasi yaxshi o'ynagan klubda. Yuqori ko'rsatkich bu. 50% yaxshi o'ynagan. Bu odamlar faqat ana 3 ta o'ynamagani bilan gapiryapti-da. Hamma klubni qaysidir ma'noda asosiy pozitsiyasini legioner tortdi. Stanovichni olasizmi, Kojoni olasizmi va hokazo. Legioner-ku bu. Biz nima qildik? Futbolchi kompensatsiyasini olish uchun deb tekin anaqa ham bor, bilasizlar. Yosh futbolchi bo'lsa, o'zini yoshli terma jamoa safida ikkita rasmiy o'yinda maydonga tushgan bo'lsa, tekinga olib kelinglar deyapmiz. Limitdan tashqari o'tkazib. Mana shu PFL qarori. Nimaga? Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Afg'onistonda ham yoshli terma jamoasida o'ynaydigan 2-3 ta zo'r futbolchi bor. Bizning futbolchilar bilan raqobat qila oladigan. Bizachalik ko'p bo'lmasa ham bora o'ynasin O'zbekistonga kelib. Ertaga bu bola CSKAga, Beshiktoshga va hokazo joyga ketadigan bo'lsa, klublarimiz trenirovchi kompensatsiyasiga o'tirsin dedik. Ya'ni klublarimizga bu yog'i endi klublardan-da qanaqa legioner olib kelish, qanaqa qilishi. Va bitta detalni muxlislar ham o'sha qo'shtirnoq ichidagi spetsialistlar ham tushunishini xohlardim. Hamma o'ylaydi, legionerlar katta pul olib bizani o'pirib ketyapti deb o'ylaydi. Bo'lgan haqiqatda shunaqa narsa. Bu bor narsa. Lekin yillar davomida biz ham qarab o'tirganimiz yo'q-ku. Bugungi kunda eng katta pul oladiganlar bu mahalliy futbolchilar bizda. Hech kim esdan chiqarmasdan. 20 taligini ham hisoblaydigan bo'lsak. Turon futbol klubi o'zining paytida xususiy klub bizga keldi, legionerlar limitini ola olasizlarmi dedi. Xususiy klub davlatdan bir so'm pul olmaydi deylik. Nimaga deb o'ylaysiz shu narsani? Chunki Turon klubi aytayaptiki, bizani futbolchilarga, o'zimizning futbolchilarga yaxshi futbolchini olib kelib, Super Ligada o'ynamoqchimiz, munosib pulimiz yetmayapti. Bundan kam bo'lmagan Tojikistonda yoki Serbiyada yoki boshqa yoqda bor futbolchi bundan 2 barobar pastroq puliga o'ynashga rozi. Limit sabab olib kela olmayapmiz uni, deyapti. Shuning uchun ham
narx o'ynab ketmasligi uchun. Bu futbolchilarimiz o'zini shu Dragan Cheran oldida himoyachilarimiz va boshqa legionerlarning oldida ham sal o'zini ushlab olishi uchun ham legionerlar bizga oyna bo'lib turib berish kerak. Men ularni himoya qilib etmayapman. Masalaga yondashuvimizni o'zgartirishimiz kerak. Lekin har safar bu tema ko'tariladi. Ufada ham bor bir ikkita shunaqa mutaxassis, lekin har safar shu bilan to'xtaymiz. Lekin kelishishga majburmiz. Men sal uzoq gapirgan bo'lishim mumkin, lekin PFL pozitsiyasini menimcha aniq tushuntira oldim. Tushundik. Nima deb o'ylaysiz? Bizda ham aynan legionerlar limitini aslida bekor qilishimiz kerakmi? Men kerak shart deb turib olmoqchi emasman. Lekin yildan yilga bu narsani ortiqcha absurdlarni biz olib tashladik o'sha narsalar. Men futbol tushish shart, yosh tushish shart, ana tushish shart degan narsani olib tashladik. Murabbiy erkin tanlov qilsin. Klub erkin siyosat yuritsin. Siz odamlarga yoki klublarga yoki o'zi umuman jamiyatga nimadir tanlab berishingiz kerak emas. Jamiyatga tanlov huquqini berishingiz kerak. Siz odamlarga fikringizni singdirishingiz kerak emas. Siz o'quvchilarga deylik, ularni fikrlashga o'rgatishingiz kerak. Xuddi shu nuqtai nazar bilan, shu falsafa bilan biz klublar bilan ishlashga yondashish tarafdoriman men. Hamma yozadi-da, nega unga taqiq qo'ymaysan, nega reglamentingga buni kiritmaysan? Bunichi cheksiz qilishimiz mumkin-da. Siz reglament qilib beraman xohlasangiz. Reglament qilish bo'yicha Xudoga ming qadar shukr, O'zbekistonda bu uchtalikka kirib ketdim o'sha, misol uchun. Xo'p, qilib beramiz. Ertalab bunaqa vaqtda turasiz, kechqurun bunaqa vaqtda yotasiz. Oyog'ingiz kiyayotganda birinchi chap oyoqdan kiyasiz, keyin undan kiyasiz. Bunaqa bo'lsa jarima, to'g'rimi? Otangiz bilan bu soatda ko'rishasiz, onangiz bilan bu soatda ko'rishasiz. Qoshuqda ovqat yemaysiz, vilkada ovqat yeysiz. Voh, qilib beraman, yoqadimi? Siz o'zingizni hayotingizni, o'zingiz shaxsiy narsalarni o'zingiz qurishingiz kerak. Sizga qonun qoida nimani belgilab berish kerak? Jamoat joyida o'zingizni qanaqa tutishingiz? Sizni huquqlaringiz boshqani huquq chegarasiga kelganda to'xtashi va shunga o'xshagan narsalar bilan sizga belgilab bersin deya hukumat. Siz shuni doirasida, shu qonundan chiqmagan doirada o'zingiz yashang. Bugun ko'chaga shortida chiqasizmi, shimda chiqasizmi? To'g'rimi? Misol uchun, sochingizni kalta oldirasizmi, uzun qilib o'stirasizmi? To'g'rimi? Misol uchun, ovqatda qoshuv deysizmi, vilkada yeysizmi? Darsga qaysi o'qishga borasiz? Siz fikrlab, siz bu narsaga qilishingiz kerak. Endi sizga davlatda bu bo'yicha yordami sizni o'qitish kerak yaxshi. Shunga harakat qilib berish, siz shunga platforma qilib berish kerak. Fikrlashingizni rivojlantirishingiz uchun, boshqa qilishingiz uchun sizga platforma qilib berish kerak. PFL ham xuddi shunaqa tashkilotda. Hamma narsani reglamentlab, hamma narsani qiladigan emas. Klublar qachon o'zini ustida ishlashni o'rganish kerak-ku. Bor, o'zini ishini, o'zini professiyasini yaxshi yo'lga qo'ygan 5-6 ta klub bor. Qolganlar ham shu nuqtai nazardan bo'lish kerak. Hamma narsani PFL regulyator bo'lib tartibga solib beraveradigan bo'lsa, bizning diktatordan farqimiz qolmaydi. Biz bunaqa bo'lishini umuman xohlamaymiz. O'zbekiston Kubogi musobaqasining formati so'nggi 2-3 yilda bir jihatdan muhokama qilinmoqda. Musobaqaga guruh bosqichi kerakmi degan savol bor. Nima deb o'ylaysiz? Musobaqaga guruh bosqichi kerakmi? O'tgan yil guruh bosqichi qanaqa o'tdi? O'tgan yilgi O'zbekiston Kubogi qanaqa o'tdi? Juda zo'r o'tdi. Demak, gapirayotganlar gapirib yuraversin. Hammani fikriga qarab hech kimni ko'ndira olmaysiz-da. Men bugun bitta Twitterda shunaqa narsa bo'ldi. O'tgan yili men aniq eslayman. Navbahor o'yini biz oldindan qilganmiz. Misol uchun hayit qaysi kuni nishonlanishini yaqin qolganda biladi. Hamma biz kalendari 2 oy oldin, 3 oy oldin qilamiz. Navbahor Paxtakor bilan o'yinim hayit kuniga to'g'ri kelib qoldi-da. Biz uni atarib qilmaganmiz va ko'chirish imkoniyatimiz bo'lmayapti o'sha paytda. Hammani oladi. Bu safar muxlislar chiqibdi, nimaga Andijon bilan o'yinimizni hayit kuniga qo'ymaydi dedi. Odamlarga isig'i ham yoqmaydi, sovug'i ham yoqmaydi. Bu oxir zamon-da. To'g'ri gapni gapirsangiz, to'g'ri reshini qilsangiz, o'nlab guvohlik kerak bo'lyapti. Fitna qilsangiz, kimnidir tuhmat qilib boshqa qiladigan bo'lsangiz, juda tez mashhur bo'lib ketyapsiz-da. Bu shunaqa zamon. Shuning uchun endi hammani fikriga qarab ham ish qilib bo'lmaydi. Guruh bosqichi bizga nima uchun kerak edi? Klublarimiz 14 ta edi, 13 ta safar o'ynaydi. Hop Paxtakorda Hoji Akbar Alijonovlar boshqalarning o'yinlar saviyasi o'yinlar soni yil davomida terma jamoada o'ynaydi, Liga Chempionlarda o'ynaydi. Qanaqadir bir 45 lar atrofida aylanyapti. Metallurgga o'xshagan klub o'yinchisi agar 100% Superliga o'yinida maydonga tushsa ham 26 ta bo'ladi-da. 100% u odatda hech kim tushmaydi. Sariq bilan o'tkazib boradi, bitta o'yin travma bilan o'tkazib boradi. Qaysi o'yin kira olmaydi asosiy tarkibga. 20 ta o'yin yil davomida nima degan gap bu? Biza o'yinlar sonini jamoalarga qo'shish uchun, jamoalar guruh bosqichi nimaligini his qilish uchun Liga Chempionlar hammasi guruh bosqichili bo'lardi oldin. Unga qara, bunga qara, to'g'rimi? Ozgina bo'lsa ham amaliyotda bo'lish kerakmi bu narsa? Uchun qildik va eng asosiy qilganligimiz sababi guruh bosqichini. Mana hozir saralash bosqichida o'ynaydigan birinchi liganing 16 ta klub bor. Xuddi klublar, universitet jamoalari boshqalar. Biz bularga yilda 2-3 marta katta komandalar bilan o'ynash imkoniyatini yaratib berdik.
Men hozir agar shularning o'rnida bo'lganimda orzu qilardim AGMga, Paxtakor va anaqani gruppasiga tushishga. Nasaf. O'lim guruhi. Bu komandalar oddiyroq guruhga tushsa ham chiqa olmaydi katta ehtimol narigi bosqichga. Lekin 3 ta Nasaf bilan, Paxtakor bilan, AGMK bilan o'ynab, bilasizmi qancha bu motivatsiya oladi? Qancha narsa o'rganadi, boshqa qiladi. Odamlar bunisini o'ylayotgani yo'q-ku. O'sha paytda guruh bosqichi qilsan ham deydi, savatli qil deydi. Savatli qilamiz. Aniq aytib bera olasiz keyin siz. Mana birinchi o'rin bo'ladi, bu ikkinchi o'rin bo'ladi, bu kimga kerak bunaqa guruh bosqichi? Biz slipoy qo'yamiz, ko'rkorona qanaqa guruhlar, o'lim guruhlar bo'ladi. O'tgan yili Navbahor, Dinamo, Andijon, Nasaf ochib berdi bular guruh bosqichini. Gultoj bo'ldi bular. Har bir o'yin, har bir daqiqa oxirida Dinamoning futbolchilari o'yin tugab, telefonda ko'rib turibdi, o'tda Andijon oxirgi minutda gol uryapti. Bunaqa ehtiroslar, bunaqa qatdan olamiz keyin bunaqa narsani. Final o'tdi. To'la stadion, Navbahor, Andijon hamma tomonlama zo'rmi? Kubokni urovini, kubokni darajasi oldingidan oshdimi? Uzr, endi hamma gapni ham eshitib turishimiz kerak emas. Yaxshi bilasiz, bu yildan Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyasi KAFA klublar miqyosida musobaqa o'tkazmoqchi bo'ldi. Ma'lum sabablarga ko'ra keyingi yilga ko'chirildi musobaqa. O'z vaqtida bildikki, PFL ham Liga Kubogi musobaqasini tashkil etmoqchi edi. Aynan ushbu musobaqaga ham qo'shni mamlakatlar jalb qilinishi rejalashtirilgandi. Endi PFL bu rejadan voz kechadimi? Chunki bizning darajamiz men o'ylashim bo'yicha o'shandan ancha yuqoriga ko'tarildik. Bugun kelib. Bu paytda pandemiya davrida keldi bu решение. Ba'zi klublarimizga xalqaro o'yin amaliyotini bermoqchi edik, lekin keyinchalik Osiyoda ham kvotalarimiz soni 4 taga yetdi o'sha paytda. Biz ortiqcha anaqaga shart bo'lmay qoldi keyinchalik. Pandemiyadan keyingi davr davomida futbolimiz darajasi oshdi. Lekin hozir ham juda ko'p o'ylaymiz. Mana men misol uchun OFKning bitta qo'mitasining a'zosiman, professional futbol qo'mitasi bor. Yangi Zelandiyaning qaysidir jamoasi o'sha OFKdan ruxsatlarni olib, hamma hujjatlarini qilib Avstraliyaga qo'shildi. Bruney bilan yana qaysidir mamlakat shunaqa qildi. Singapurmi misol uchun bor bu narsa. Qachondir O'zbekiston Kubogi musobaqasiga ongli ravishda aytaylik, Tojikistonni, Xo'jand jamoalari yoki bo'lmasam bir o'sha jamoalar qo'shilmoqchi bo'lsa, shunchaki kubokda o'ynamoqchi bo'lib, biz bunga решение topishga, bunga yechim topishga harakat qilishni xohlaymiz. Misol uchun borku Uels jamoalari ham Cardiff bilasiz, Swansea bilasiz, APL bilan o'ynaydi. Nimaga? Chunki Uels o'zini chempionat qilib bunaqa darajaga erishish qiyin. APL boshqa daraja. Qachondir qo'shiladigan bo'lsa, men eshigimiz ochiq deb hisoblayman. Lekin bu narsaga fiziki ulgurmaslikni boshladik biz. KAFA qilmoqchi bo'ldi bu narsani, birgalikda qilmoqchi bo'ldik aslida. Faqat bitta narsada muammo ko'zga tashlandi. Bu musobaqaning asosiy homiysi anaqa bo'lish kerak edi. Bookmakers kompaniya. Lekin O'zbekistonda o'tadigan bo'lsa, bu O'zbekistonda bu narsani reklama qilishga hali anaqa yo'q. Qonun bilan. Biz bu narsani bo'ynimizga olishni xohlamadik. Ya'ni bo'ldi, mana AGMKda o'tadi, to'la muxlis qilamiz, bemalol stadionni hammasini reklama qilib tashlaymiz degan narsada biz stopni bosdik. Shunaqa narsalar bo'ldi, bir ikkita narsa bo'ldi va bunda olib qarasangiz, qo'shni mamlakatlarda Qozog'istonda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham hammasida ruxsat. Va biza bitta xursand bo'lib, bitta shukr qilib gapira oladigan narsamiz aytaman sizga. Biz na aroq bilan, na pivo bilan, na vino bilan, na bookmakerskiy bilan bu darajaga chiqmadik. Bitovoy texnika, Coca-Cola shunga o'xshagan narsa bilan chiqqanligimiz, men kelajakda Xudo xohlasa 10 yildan keyin, 20 yildan keyin faxrlanib, xursand bo'lib eslaydigan narsam shu. Agar bizaga u pullar kirib kelganda biz butkul boshqa ishlarni qilib kelishimiz kerak edi. O'ziga shukr kirib kelmaganligiga, uzoq bo'lganligiga, boshqa bo'lganligiga. Shuning uchun o'shalasiz ham aslida baraka beraman desa demoqchiman. Butkul boshqa darajaga chiqamiz. Qozog'istonni murabbiyi aytibdi-ku, Osiyoda bo'lsak jahon chempionatiga chiqardik. 2-3 yil oldingi o'yinni eslatish kerak O'zbekiston Qozog'iston o'rtasidagi. Biz Qozog'iston qardoshlarimiz bilan, boshqalarimiz bilan ba'zi bir odamlar o'rtadan kuch bo'lib anaqa qilishga harakat qilishadi. Fitna solishga, nifoq solishga, umuman anaqa bo'lish kerak. Biz birodarimiz, yaxshimiz, bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Ko'ra olmaydigan bunaqa fikrlar bilan jamiyat ikkiga bo'linib qoladi anaqa. Biz birdan bir jon bo'lishimiz kerak. Mana Qirg'iziston bilan bir-birimizni tabriklab, bu Qatar yurti boshqa bo'ldi. Qanaqa zo'r narsa qo'shinlar bilan. Uzr, sal uzoqlashib ketdim. Xullas, holat shunaqa. 2024-yil oxirida tashkil etilgan matbuot anjumanida PFL bu mavsumdan boshlab klublarni koeffitsiyentlash va moliyaviy fair playni yo'lga qo'yish haqida aytildi va adashmasam jurnal qilinishi haqida ham aytilgan mavsum boshigacha. Men ko'rmadim bu narsani. Aynan mana shuni mexanizmi qanday bo'lishini aytib bera olasizmi?
Xo'p, jurnal qilishga rostdan ham ulgurmayapmiz. Bir yildan beri xohlaymiz rosa. Moliyaviy hisobotimizni ham jurnalga kiritamiz yoki yangi yillik salsaflarni jurnalga kiritamiz. U deb bizada 29 kishi faoliyat olib boradi ligada. Adel kadr, buxgalter, yuristlarni chiqarib tashlasangiz, futbol mutaxassislari o'zi 20 dona. 20 dona bola bilan O'zbekiston Kubogi, Super Ligasi, Super Kubogi, 19 chempionati, 20 chempionat, bungacha ayollarni ham qilganmiz, futzalni ham qilganmiz, bo'sh vaqtda o'zi yo'q-da, ulgurmayapmiz. Lekin qachondir baribir Xudo xohlasa rejada bor. Anaqa masalasiga kelsak, jamoalar bor, faqat asosiy tarkibni ko'tarishga harakat qiladi, asosiy tarkiblar natija ko'rsatadi. Lekin agar 19, 21 klub infrastruktura, klub jihatdan qarasangiz, ko'p masalalarda kamchiliklar bor. O'shanaqa narsa bo'lmasligi uchun har 5 yilda yangilanadigan, har 5 yilda hisobot aks etadigan, misol uchun FIFA reytingi ham bilasiz. 4 yil narsa tuziladi, OFKda ham bor, 8 yillik qilib qo'ydilar, bizga nisbatan ozgina nohaqlik qilib. Shunaqa narsa bor, biz ham shu 5 yillikni olib bormoqchimiz. Nima? Klub nuqtai nazaridan koeffitsient belgilaganmiz. O'zbekiston Kubogidagi ishtirokiga natija nuqtai nazaridan, Super Kubogidagi ishtirokiga litsenziyalash hali qo'shmadik, sekin-sekin rivojlantiramiz bu narsani. Va hokazo ma'lum ball oladi. Misol uchun Super Ligada 3 ochkosi 3 taga hisoblanadi 1. Agar misol uchun Pro Ligada bo'ladigan bo'lsa 0.8, O'zbekiston Kubogida bo'lsa misol uchun 0.6, U19 bo'lsa 0.4, anaqa bo'lsa U20 bo'lsa 0.2. Chunki U19 bu akademiyangizga ko'zgu. Va shuni 5 yilligini hisoblasangiz, yaxshi ishlayotgan klublar o'zi kartingasi namoyon bo'ladi. Ya'ni qaysidir klub 5 yil chempion bo'ldi degani bilan u hamma tomonlama zo'r klub degani emas. 5 yil shunchaki asosiy tarkib yig'ib olib, umuman infrastrukturaga, yoshlarga e'tibor bermasdan ham chempion bo'lgan komandalar bor O'zbekiston tarixida. MKZKni olasizmi, Do'stlikka olasizmi o'zini paytida bo'lgan misol uchun. Bizga zamonaviy futbolimizga, zamonaviy o'zi futbolga klublar kerak. Strukturasi jihatdan shu Bunyodkorga, Nasafga, Paxtakorga o'xshagan klublarni yig'ish uchun, shunaqa klublarni tashkil qilish uchun litsenziyalash degan so'z mavjud bizning anaqamizda, lug'atimizda. Shunaqa narsani e'lon qilamiz Xudo xohlasa. Reglamentga yozib qo'yilgan, bemalol o'zingiz ham hisoblab chiqsangiz bo'ladi. Kutib turibmiz jurnalga deb, lekin agar ulgurmaydigan bo'lsa e'lon qilamiz. Jurnalga fizik jihatdan ulgurmayapmiz. Butun boshli qish o'tdi. Mana hozir bahorni tugatyapmiz. Shanba, yakshanba dam olgani yo'q bizani bolalar. Da oyligini, ana mehnat qonunchiligi bor, boshqa bor. Kimgadir dam berib, kimgadir mukofot berib, dam olish kuniga qo'shimcha oylik yozib bo'lsa ham anaqa qilib turibmiz biz. Xursandmiz. Nolib etmayapman bu narsani. Ulgurmayapmiz. Chunki biz byudjetdan pul olmayapmiz. Bizga konkret biriktirib qo'yilgan klublarga o'xshab homiy yo'q. Bizning usta legionerlardan o'zimiz topgan pullardan narsa qilamiz. Shuning uchun PFLda bo'sh shtat yo'qmi deb ko'p ishchilar keladi-da. Yo bu bo'sh shtat bor, tayyor oylik maoshlar garantiya qilib qo'yilgan tashkilot emas-da. Biz oylik maoshlarimiz qaysidir narsadan chiqib ketmasligi uchun ham qo'shimcha ishchilar, qimmat ishchilar ola olmaymiz. Oxirgi paytda PFLga e'tibor berayotgan bo'lsak, juda ko'p bolalarimiz zohir OFKga ketdi va boshqa-boshqalar ketdi. Ketadi, o'rniga student olamiz. Talaba olamiz. Biz uchun potensiali bor, yonib turgan bola, o'rgatsangiz ko'p narsani o'rganadi, yaxshi mutaxassis bo'ladi va u sizdan paka ko'p pul so'ramaydi. U rozi PFLda ishlashga. O'shanaqa mutaxassis qilib chiqaramiz, yana shunaqa olamiz. Sharoitimiz shunaqa. Ulgurmayapmiz. Tushunarli. So'nggi 3 yilda ko'rdikki, PFL yil yakunida o'z moliyaviy hisobotlarini ochiq OAVga ochiq ravishda berib keldi, lekin 2024-yil oldidan bu holatni ko'rmadik. Nega bu jurnalistlar bilan ochiq muloqot qildik-ku? Faqat moliyaviy hisobot masalasida aytayman. Siz ayta olasizmi, 2024-yilda homiylardan qancha daromad ko'rdi PFL? 13 milliard. 13 milliard. Bu bekitadigan narsa emas. Biz moliyaviy hisobot deb nima qildik? Klublarni shunga da'vat qilmoqchi bo'ldik. Xudoga shukr, ergashganlar bo'ldi. Jahongir Ortiqxo'jayev o'zi bani yaqinda anaqa qildi. Paxtakor nuqtai nazaridan anaqa bilan uchrashdi. Ommaviy axborot vositalari bilan. AGMga qildi keyin. Kim yana qildi? Men hozir eslamayotgan bo'lishimiz mumkin. Klublar Xudoga shukr ergashdi. Etdi. Smetamiz buncha edi. Bunaqa narsa qildik. Bunga buncha sarfladik degan narsa. Biz esingizda bo'lsa, shu yilning boshida shu gazollar haqida gapirganimiz, boshqa qilganimizda ommaviy axborot vositalari bilan ochiq muloqot qildik. Qatnashdingizmi siz unda? Birorta mavzuga savol, mana bu mavzuda savol bermanglar yoki bunaqa qilmanglar deb cheklamadik. Bekitadigan narsamiz yo'q. So'rasa, misol uchun, ochiq muloqot degan ochiq muloqot.
Biza bir olamshumul narsalar qilib o'zgargan joyimiz yo'q, o'sgan narsalarimiz bor misol uchun. Lekin ko'p to'la qanchaga olganimizga ham yetganmiz desangiz bo'lsa bosh qilganmiz. Nimaga? Klublar ham shu narsaga aniq qilaylik. Jalb qilaylik, boshqa qilaylik deb o'ylaymanki, o'zgarishlar bor, yaxshi ijobiy o'zgarishlar bor. Bekitadigan narsamiz yo'q. Savol bo'lsa so'rab oling bemalol. Endi bevosita so'nggi savolni shunday bermoqchimanki, keyingi yil PFLda bosh rahbarlikka saylovlar bo'ladi. Sizni aynan mana shu davrgacha bo'lgan vaqtingizda asosiy qilgan ishingiz sifatida stadionlar masalasini alohida eslab o'tamiz albatta. Keyingi davrda agar 2026-yildan aynan mana shu lavozimga qayta saylansangiz, keyingi yilda asosiy vazifa nima bo'ladi? Men o'zi qayta saylanish haqida o'ylab turganim ham yo'q. O'tgan davr davomida qilgan narsalarimiz hali kelajakda eslanadi, xudo xohlasa. Yuzimiz yorug' bo'ladigan ishlar qildik deb hisoblayman. Kimnidir haqqiga, kimnidir adolatiga xiyonat qilmadik. Biz qo'limizdan kelgancha, yana ham o'zi bilguvchi. Lekin o'tgan davr davomidagi bu narsalardan odam moralni ham charchaydi. Bir xil paytlar bo'ladi, odam o'ziga ham rahmi keladi, misol uchun. Shuning uchun hali bu haqda o'ylab ko'rganim yo'q. Lekin o'sha muddatgacha eng xohlayotgan narsam, lekin oz qoldi bunga ham. Birinchi marta PFL to'laqonli qaysidir translyatsiyani bir qismini to'liq o'zi qoplaydigan bosqichga olib chiqish. Maydonlar masalasida boya ancha-muncha fikr etdim. Ichiga kirib ketganmiz juda ham. Bu anaqa emas, reglamentlar, hujjatlarning yuritilishi, elektronlashtirish hammasini qilib bo'ldik. Bitta shu orzu deydimi, istak deydimi, hozir qolib turgan narsa translyatsiyalar masalasini to'g'rilash. Sport bilan ham, MTRK bilan ham juda katta hamkorlik ish ketib turibdi. Xudo xohlasa bu yil maydan boshlab sezilsa kerak, ancha yaxshilanadi, xudo xohlasa. Sifat ancha yaxshilanadi. Lekin bu bilan cheklanish yo'q. Biz o'zimizning PTSimizni, birinchi PTSimizni deyarli ishga tushirish arafasida turibmiz. Aprel o'rtalaridan boshlab xudo xohlasa vodiyda ko'rinish berishga boshlaydi. Xuddi shu boshida UzReport olib kelgan paytda ko'rib havas qilgan edik. Boshida u necha yil bo'lib ketdi bu narsaga. O'sha paytda men anaqalarni sharhlardim hali. Futbol uchrashuvlarini. O'sha narsani mana nihoyat PFLda qila oldik. Bu bilan to'xtab qolish kerak emas. 2-3 ta shunaqa narsaga olib borish kerak. Ya'ni muhimi yo'nalish bor. Birinchi marta boshimiz bilan kirdik. Birinchi marta ishimiz tushdi. Qiynaldik. Burnimiz qonagan joyi bo'ldi. U bo'ldi, bu bo'ldi, lekin erishdik. Bitta narsaga agar yaxshi niyat bilan qat'iy kirishsangiz, aqlingiz yetmagan joylarida, misol uchun, o'zi yordamga odamlar keladigan bo'ladi. Aqlingiz yetmagan joylarda o'zi qo'llab-quvvatladigan joylar bo'ladi. Shuning uchun o'ziga behisob shukur. Shu narsalarni ham qilib ketsak, xudo xohlasa, PFL to'g'ri relsga tushgan bo'ladi. U yog'iga misol uchun xudo xohlasa bizdan ham aqlliroq, bizdan ham yaxshiroq odamlar kelib, bu narsani yanada rivojlantirib, yanada boshqa bosqichga olib chiqsa, o'zi to'g'riroq bo'ladi. Demak, keyingi yilga bu lavozimda qolmoqchi emas, shunaqa? Men konkretni bir qanaqadir qaror qabul qilganim yo'q. Chunki boshida xohlagan narsamiz nima edi? Olimpiada va jahon chempionati edi. Jahon chempionatiga 2 yil oldin chiqdik ham juda qattiq ishongan edim. Men o'zim bekitmasdan aytaman, iyunga qolmaydi deb hisoblagan edim, deyman. Shu marta chiqamiz, bizga hayitli bo'ladi deb. Lekin xafa bo'lish yo'q. 4 ochko raznica bilan ketyapmiz. Oldin dedik, matematik narsa ham kerak emas. Olimpiadaga chiqdik, jahon chempionatiga chiqsak, shuni 1% qanaqadir qismida baribir PFL bor. Shundan xursand bo'lamiz. Deyarli hamma narsa qilingan bo'ladi. Ko'p narsa qilingan bo'ladi. Ko'p narsa qo'ldan kelgancha qilingan bo'ladi. Endi qolganiga ko'ramiz, vaqt o'tursincha. O'sha jahon chempionatiga chiqib, jahon chempionatiga borgandan keyin menimcha ozgina yangi qonam kerak bo'lsa kerak ligiga. Dev aka, bugungi suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun ijodiy jamoamiz nomidan, obunachilar nomidan sizga kattakon rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qadrli kuzatuvchilar, aynan shu damda biz bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Keyingi suhbatlargacha sog', salomat bo'linglar.